Assalomu alaykum. Go'zal Namangan Gul shahrining tadbirkorlari. Sizlar bilan bugun uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Ishonsanglar, oxirgi 2 yil shu gul festivaliga juda ham kelgim keldi, qatnashgim keldi, lekin nasib qilmadi. Bu yil kelgan Qizlar TBC bankdan yozib shunaqa spiker bo'la olasizlarmi? Bizning tadbirimiz bor edi deb aytib qolishdi. Qarasam, festival vaqtiga to'g'ri kelyapti. Juda ham xursand bo'lib ketdim. O'zi o'tgan kuni o'qishdan kelganman, master kurslarda o'qiyotgandim. Yo'q, baribir ham qatnashaman dedim. 2 kun bizda tez anaqa speech tayyorlashga vaqti bo'ldi komanda bilan. Lekin mana Namangandamiz. Kecha ko'rib keldik gul parklarini. Juda ham xursand bo'ldim, ko'zingiz quvondi. Toshkentda ham bunaqasi yo'q, ishoninglar. Endi sizlarga shu o'z-o'zani oilaviy tadbiri qanaqa boshlangan, hozirgi kunda nimalarga erishdik, shuni gapirib bermoqchiman. Bu kichkinagina bizani oila misolida kimgadir balkim ishonch bo'lar, shu narsa o'zi oilaviy tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan oilalarga balkim shu yo'nalish berib yurar degan umidda shu bugungi o'zimizni so'zlarimni tayyorladim. Birinchi bo'lib, men Muborak Muhrimova turmush o'rtog'im bilan shu Toshkent Gullari Group kompaniyasining asoschilarimiz va bizani Toshkent Gullari do'koni O'zbekistondagi eng birinchi gul do'kon hisoblanadi. 73-yil qurilgan. Agar o'sha 80-yillardagi filmlarni ko'rsanglar, ko'pida tushgan, juda ham qiziq. Hozirgi kungacha 50 yildan oshuv vaqt o'tgan bo'lsa ham o'zini profilini o'zgartirmagan, haligacha gul do'kon. Shuning uchun buni tarixi juda uzun, bizga qadrli, shuni biz har doim shunga munosib bo'lishga harakat qilganmiz. Chunki bizga qadriyatlar juda muhim. Mana savol berdinglar, o'zini o'zbek qadriyatlarini asoslanib brendlar qurish bo'yicha xursand bo'ldim bu savoldan. Bu albatta muhim. Faqat bu har tomonlama bo'lish kerak deb o'ylayman. Ichkidan chiqish kerak yana brendlar, lekin tashqidan kelganlar ham shunaqa zo'r ishlash kerakki, unisidan ham ilhomlansin, bunisidan ham ilhomlansin. Shuning uchun hammasi baravar ketsa, O'zbekiston yana ham rivojlanadi deb o'ylayman. Demak, mana tarix o'zi 73-yildan boshlangan bo'lsa, 50 yillik yubiley qildik. Biz 1-2 yil oldin. O'zi bu xo'jayinimlarga ota kasb, ular adalarini ishini davom ettirganlar. Chunki ular 40 yildan oshiq shu sohada ishlaganlar. Endi biz boshda ish boshlaganimizda bilasizlar, mustaqillik davrlarida hech narsa yo'q edi. Assortiment umuman yo'q edi. 2-3ta gvazdika gladiolus, keyin 1-2ta qog'oz lentichkalar bor edi. O'sha vaqtda keyin ish boshlaganimizda nima qilish kerak? Turmush o'rtog'im bilan vohli turamiz, optoviy bozorga tushamiz, bolalar uxlab yotibdi uyda, yugurib gulni olib kelamiz, ularni bog'cha maktabga jo'natamiz, keyin do'konga yuguramiz. Mana shunaqa ishni boshlaganmiz biz. Keyin qatdan topsak bo'ladi assortiment deb sekin mana chet ellarda Yevropaga borsanglar, e'tibor bersanglar bo'ladi. Ulgurji savdo borda har bitta soha uchun borasiz, kerak narsangizni olasiz, do'koningizga olib kelib ishlatasiz. Bizda O'zbekistonda yo'q edi hech narsa. Voy, qatdan olamiz endi dirdikda, keyin jurnallar titib, unda internet yo'q, reklamalarni qarab Moskvaga borganmiz, keyin tadbirkor ayollar bilan Germaniyaga bordik. Hamma yoqdan o'rgandik shunaqa firmalarni topib. Sekin hamma firmalarga yozib, hozirgi kunda biz O'zbekistondagi bir nechta bizning sohaga kerak bo'lgan firmalarni eksklyuzivniy distribyutorimiz. Bu Lichuza kompaniyasi, nemetskiy, Shorich, Italiyadan amplifikator to'qaychilar olib keladigan firma. Bir necha shunga o'xshash firmalar bilan ishlashni boshladik va assortiment o'zini kengaytirdik. Bunga yetim mana 10 yilcha ketdi vaqt. Sekin shu davrda biz ish o'zini shunaqa rivojlantirdikki, 3-4ta bo'lgan xodimdan 40 tagacha yetdik. Endi bitta gul do'koni uchun bu juda ham katta edi. Chunki gul do'konlar kichkina bo'ladi, bilasizlar, 2-3ta odam ishlaydi. Endi 40 ta xodimga ish bilan ta'minlash katta yutuq edi. Shu bilan birga biz o'z-o'zini mahalliy gul yetishtiradiganlar bor-ku, ular bilan ham juda ham yaxshi ishladik. Chunki biz ularga aytardik, bizga mana bunaqa gulni yetishtirib beringlar, mana bunaqa sortini yetishtirib beringlar
deb. Ular bizga xuddi shunaqa yangi sortlarni yetishtirib, yaxshi tandemda ishlay boshladik. Shu davrga kelganda bitta narsa tushunib yetdimki, agar menda professional bilim bo'lmasa, ya'ni bu floristika sohasida, unda yana ham keyingi cho'qqiliga erishishga rivojlana olmas ekanmiz. O'zbekistonda floristika bo'yicha hech qanaqa maktab yo'q edi. Keyin maktab qidirishni boshladim. Turmush o'rtog'im ko'ndirib, endi chet elga yuborishdi 2-3 yilga o'qishga. Uncha ruxsat berish qiyin. Keyin sekin shunga yetib keldik. Bitta katta krizis bo'ldi. Mana Dinara aytberdilar-ku, o'zlarini sohalaridagi krizis. Bizda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Bitta topovoy anaqa floristimiz hamma komandani olib chiqib ketdi endi. 20 tadan oshiq anaqa ishchi yo'q-da birdaniga bayramdan oldin. Biz o'tiribmiz, voy bayramlar kelyapti, nima qilamiz? 4 ta odam qolgan ishda endi. O'shanda polam artaman, kassada ham turaman, floristlik ham qilaman. Shunaqa qilib rosa yugurganmiz. Yo'q, Xudoga shukr chiqib ketdik shu krizdan. Lekin o'shanda aytdim, yo'q, o'zim o'qishim kerak ekan. O'shanda men har bitta floristga bog'lanib qolmayman. O'zim har doim tayinlab olayman ishchilarni dedimda, keyin Moskvada Nikol floristika internasional maktab bor, rossiyskiy, shvetsarskiy, shunga o'qishga kirdim. Birinchi o'zbek ayoli bo'ldim etga borgan. Keyin borganimda direktor uncha ishonmay qaradi. Bolalar bilan borganmiz endi anaqa komanda bo'lib. Turmush o'rtog'im, "Men Koreya qayerda o'qiysan?" dedi. Keyin bordikda, "Men ishonmadim sani, shuni oxiriga yetasan" deb dedi o'sha direktor bitirayotganimizda, diplom berayotganda, lekin muvaffaqiyatli bitirdim. Keyin o'zim komandani tayyorlay boshladim. Uje ishchiga bog'lanib qolmadim. Bu yerda aytmoqchimanki, mana o'zimning opitimda bildimki, tadbirkor faqat soft skill bo'yicha emas yoki faqat hard skill bo'yicha emas. Bu degani masalan, o'zingiz ustida ham ishlashingiz kerak, professional yo'nalishda ham ishlashingiz kerak, upravleniya marketing sohada ham o'sishingiz kerak. To'xtamay o'sgandagina maqsadlarga erisha olamiz. Mana hozir mamda ko'rib turganingizda 20-yilga kelib, men maktab bitirdim. 100 taga yaqinlashib qoldi ishchilarimiz. Endi ungacha biz upravleniyada qanaqa boshqarganmiz? Unda intuitivni boshqarganmiz. Meni soham pedagogika sohasi, birinchi soham, ikkinchisi floristika. Upravleniya yo'q. Turmush o'rtog'im selxoz bitirganlar. Ularda ham shu узкий soha, upravleniya, marketing yo'q ular. Keyin ko'pincha intuitivni boshqarardik, sistemalarni o'zgartirardik. Har bir bayramdan keyin odam soni ko'paygandi. Keyin 3-avlod kela boshladi. Farzandlarimiz katta bo'ldi. Ungacha endi biz ish protsessida oldimizda yurishardi. Kanyukulada ishga olib kelardik, biz bilan bo'lishardi. Keyin 3-avlod sekin internet chiqdi, reklamalar, marketing bo'limiga keldi o'g'limiz. Keyin sekin tushunib yetdiki, endi bizani boshqarib, intuitiv boshqarayotganimiz yaxshi ish bermayapti. Biz ulgura olmayapmiz. Tepadan pastga o'z hammasini ichida turishga ulgurmayapmiz. Keyin aytdiki, endi dedi, konsultantlarni chaqirishingiz kerak ekan chetda. Qani ular struktura o'zini o'zgartirib bersin deyishdi. Chunki 2-3 ta boshliq shuncha направлениyaga aniq qila olmaydi. Buni hozir yana bitta sababi bor, xoslik ko'rsataman. Buni tez o'qib bera qoling. Xullas, maqsadga erishish uchun to'xtamay rivojlanish kerak ekan. Albatta bu muhim ekan. Endi mana bizni o'z-o'zi hech qayerdan topa olmaganimizdan keyin o'zingizga kerak narsalarni. Hozir. Uzr. Bitta slayd o'zi qo'yishmabdi, nima shu slaydda aytib beraman hozir. Biz mana o'zingiz hamma yoqdan to'y ham olib keldik. Plant yo'nalishimizga ham narsalar olib kelishni boshlaganimizdan keyin shunaqa bo'ldiki, bizani bitta gul do'kon emas, uni anaqasi kengayib ketdi, tarmoqlar o'zi. Keyin shu biznes konsultantlar yordamida mana hozirgi kunda 9 ta направление bu alohida biznes. Ham o'zi alohida biznes, o'zini direktori bor, o'zini komandasi bor. Shu bilan qatorga biri-birini to'ldiradi. Mana hozir sizlarga qisqacha aytib beraman shu bizani yo'nalishlarimizni. Eng birinchisi, asosiysi mana Toshkent gullari. Bu gullar, buketlar bizning asosiy yo'nalishimiz. Ko'rib turganinglardek 100 mingdan oshiq mijozlarimiz bor. Keyingisi Toshkent gullari plants, bu xonaki gullar va unga tegishli hamma narsalar.
Keyingisi Toshkent gullari dekor, bu yerda vazalar, suvenirlar, sovg'alar. Keyingisi Toshkent gullari wedding. Bu to'y sohasiga kerak bo'lgan narsalar o'z-o'zi ishlab chiqazamiz. Potaqalarni, to'y har xil anaqa etaplarida xizmat ko'rsatamiz. Yana bittasi Toshkent gullari biznesi. Bu bizani opt yo'nalishimiz. Ulgurji savdo kichkina gul do'konlariga shu o'zingiz bosib o'tgan yo'lda qiynalishmasin deb biz ularga ta'minlaymiz gul bilan va boshqa narsalar bilan. Keyingisi Toshkent gullari gurme. Bu ham sovg'a yo'nalishimiz. Shirinliklar, gul bilan qilingan tayyor mahsulotlarni sotamiz unda. Oldingi yil ochilgan ikkita yo'nalishimiz. Gul baytigi bu oddiy kesilgan gullarni yetkazib beramiz aholiga yaxshi narxlarda va nur bu bizani lyuks yo'nalishimiz. Mana shu 9 ta yo'nalish hozir bizda O'zbekiston bo'yicha birinchi marta raqamlashtirilgan. Hamma biznes shunaqa ekosistemaki raqamlashtirilganda har bitta sistema bir-biri bilan muloqot qila oladi, o'zi alohida ham ishla oladi va shu bilan birga bir-biri bilan ham mana shu connect qilishadi-da, uni hamma informatsiyasi bizda bor, bemalol ishlata olamiz uni. O'shaning uchun hozir aytganim bu bitta kichkina do'kondan hozirgi kunda biz 4 ta Toshkentda do'konimiz bor va shu 9 ta yo'nalish va onlayn yo'nalishimiz alohida ishlab kelyapti. Tak, hozir. Endi mana shu hozirgi aytganimdek, Moskvada shu o'qib yurganimda bilasizlarmi, o'ylardimda, mana bizda soha rivojlanish uchun nima bo'lish kerak deb. Soha rivojlanish uchun albatta shu bilim olish kerak, mutaxassis kerak. Mutaxassis qayerdadir o'qib chiqish kerak. Bu juda ham muhim narsa ekan-da, soha rivojlanishi. Shunda menda orzu paydo bo'ldi. O'zbekistonda ham shu floristika maktabini oching. Mayli, shu soha hammada rivojlansa, konkurensiyadan qo'rqmaylik. O'shanda biz ham rivojlanamiz degan menga anaqa g'oya keldi-da, bir necha yildan keyin hozir mana 8 yil bo'ldi. O'zbekistonda birinchi floristika maktabini ochdik. Va shu yillarning ichida rahmat, shu yillarning ichida biz yuzlab mutaxassislarni ishlab yetishtirdik va ular ko'pi o'zini do'konini ochdi. Bizda ham ishlayotganlari bor, kimgadir hobbi bo'ldi. Shunda davom etib ketyapmiz. Yana bu yog'iga chet eldan juda ko'p masterlarni ham olib kelib, o'z-o'zi o'tkazdik, anaqalar, treninglar o'tkazib kelyapmiz. Bu endi haligi qanaqa o'sganimizni jarayoni, albatta mana raqamlashtirdik. Hozirgi kunda o'zingiz bilasizlar, AI juda ham kirib kelyapti, tez intensivniy. Mana shu raqamlashtirilgan informatsiyalarni biz qanaqa qilib o'z-o'zini foydaga ishlata olamiz deb, hozirgi bizani operatsionni anaqada upravleniyasi shu o'g'limiz, ular ishlatishyapti. Shu raqamlashtirgan hamma informatsiyani rivojlantirishga ishlatishyapti. Endi ozgina men o'zimizni Toshkent gullari maktabimiz to'g'risida deb bermoqchiman-da. Biz mana Gregor Lesh bu Yevropa floristikasini otasi hisoblanadi. Ishonsanglar, hozir 70 dan oshgan, lekin dunyo 60 ta davlatlarda dars beradi bu master-klasslar bilan. O'zi 200 ta davlatlar bo'lsa, 60 ta davlat bu juda ko'p-da. Nerealno. Biz o'zimizni kompaniya 50 yilligiga shu masterni chaqirdik. U bizda ham dars o'tdi, keyin o'zi pakaz qildik. Shunda juda xursand bo'ldim. Bilasizlar, agar biznesingizga oddiy chetdan kelgan mijozingiz bahosi juda xursand bo'lasiz. Agar professional bahosi yaxshi bo'lsa, unda 10 karra xursand bo'lasiz-da. Shu Gregor kelganda bizani ichki sistema, tizim, qadriyatlarimiz, o'sha biznesingiz qaysi qadriyatlarga asoslanib qurilgan, shuni hammasini o'rgangandan keyin aytdiki, 60 ta davlatda bo'lgan bo'lsam, 3 ta shunaqa sizlardagi kompaniyani ko'rdim. Biri Yaponiyada dedi, ikkinchisi Koreyada, uchinchisi O'zbekistonda ekan dedi. Bu juda ham faxr edi, demanichim.
Chunki siz yillab qilgan mehnatingizni samarasini bir kun shunaqa ko'rish, mevasini olish baxt, hamma uchun baxt bitta. Endi hozir sizlarni ambassadoringlar, men hamma yoqqa borsam gapirib beraman sizlarni kompaniyanglar haqida deydi. Bu juda ham biz uchun katta erishgan natijalarimizning biri, o'sha orzularingiz ro'yobga chiqqanini markeri desam bo'ladi. Endi yana hozir nima qoldi? Vaqtingiz ham chegaralanganda, unga ham anaqa qilish kerak. E'tibor berish kerak. Endi hozirgi zamonaviy terminlar bilan men hozir gapirib vaqtni yo'qotmoqchi emasman. Savollaringiz bo'lsa bemalol. Mana bugungi kunda biz turmush o'rtog'im bilan birga ishlayotganimizga 25 yil bo'lar ekanda. O'z turmush qurganimizni 35 yilga qarab ketdi. Xudoga shukr. Hozirgi kunda mana hamma farzandlarimizni o'sha operatsion sistemada 2 yildan beri men o'sha chiqdim operatsiyonkadan. Maqsadim ko'proq floristika maktabini rivojlantirish, o'zbek tilida anaqa qo'llanmalar, kitoblar yozmoqchiman. Floristlarga udobniy, qulay bo'ladigan, o'zim ham ish beruvchi sifatida qaysi ko'z bilan ko'raman, ishga kelgan florist nimani bilish kerak, o'shanda ish beruvchiga nima foyda beradi, shu nuqtai nazardan qo'llanmalar yozmoqchiman. Shu bizdan keyin shu sohaning rivojlanishiga yana ham hissa qo'shsin deb. Hozir shu tarafda ishlayapman. Shunaqa. Endi onlaynga kelsak, qisqa aytib ketishim mumkin. Onlayn bizda Covid vaqtida zo'r o'sdi. Undan oldin bizda o'zi yaxshi platforma bor edi, saytingiz bor edi, mahsulotingiz bor edi. Qaqras yaxshi fundament bo'lgani uchun Covid mahalda bizda onlayn anaqa o'zi juda ham o'sib ketdi. Hozir onlayn yo'nalishimiz ham o'zi alohida, xuddi biznesga o'xshaydi. Chunki o'zini obyomi bitta do'konning obyomini qilib qo'yadi. Har kungi obyom onlayn bo'yicha. Shu mana mani stranishkam, agar bizani floristika maktabimiz qiziq bo'lsa, bemalol yozilinglar, kelinglar o'qishga. Namangandagi gulchilarga ham agar shunaqa professional bilimli kerak bo'lsa, shunaqa qisqa vaqtda bizani 2 oylik kursimizni qisqartirib 1 haftalik qilib ham o'tib beramiz darslarimizni. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat Muborak opa. Kimdadir savollar bo'lsa? Assalomu alaykum. Namanganga xush kelibsiz. Men juda sizni xarizmangizdan, sizni shijoatingizdan ta'sirlandim. Bugun juda qiziqarli nima aytib berdingiz. Bu yana unikalniy soha bo'lib, kimdir bola o'qitadi, kimdir boshqa ko'p sohalar ko'p, kimdir oshxonada o'rgatadi nima, lekin bu floristika juda kamyob yo'nalish. Sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat. Siz mana bugun o'ylaymanki, yoshlarga, ko'pchilikka yaxshi namuna sifatida ko'rsatdingiz hamda rahmat. O'zingiz arxivingiz mana shuncha yildan beri saqlagan prezentatsiyada hamma narsani strategiyaga qanaqa qilib qo'yganingizni aytib berdingiz. Aytmoqchimanki, bitta kichkina savolim, sifrovizatsiyaga o'tishda qaysi nimadan foydalandingiz, kimning uslugasidan? Zo'r savol, rahmat. Bu ham bizning kichkina bo'lus, chunki biz juda har xil programmalarni o'rnatib chiqdik. SAPni ham o'rnatganmiz. Katta korxonalar egalari bo'lsa, SAPni bilishadi, narxini ham bilishadi. Lekin bizda SAP ish bermadi. Chunki bizda uni bitta gulni olamiz, faqat bitta gul qilib sotmaymiz-da. Ma'lum dumaloq buketga qo'ysak, yonidagilarni uzamiz, kichkina kompozitsiyaga qo'yamiz. Kesamiz, qisqartiramiz, 2 ga bo'lamiz. Shuning uchun SAPni bizga o'zgarish qilib berishi, moslashtirib berishi ham qimmat, ham uzoq, oylab kutasiz. Hech moslasha olmadik. Keyin shuncha xarajatlarga qilib qo'yganimizga qaramasdan undan отказ qildik-da. Oxirgi kunda biz Ox firmasi bilan o'z-o'zan o'zbek bolalar juda aqlli, malatsi ishlab bir necha yil davomida biz uchun qurib berishdi sistemani. Hozir biz endi faqat O'zbekiston bo'yicha emas, oldingi yil Qozog'istonga ham borib reklama qilib keldik. Qaysi gulchilarga bu bilasam bitta do'konni o'zida emas-da, bitta do'konni ham ishlayveradi. Lekin 3-4 ta do'koni bo'lsa, yana bazasi, skladi bo'lsa, bir-biriga bog'lab berishadi. Shunaqa yaxshi
yaxshi programma yaratildi. Ular ham sabr bilan bizani har bitta nyuanslarimizga kirib chiqib yaratishdi. U programma ishlayapti. Hozir ular oldingi yil katta investitsiya kirgizishdi o'zligini kompaniyaligiga. Endi butun SNG bo'yicha hozir shu programmani sotishyapti. Bizni bemalol qachon shu anaqa soha egalari kelsa ko'rsatib beramiz o'z-o'zini plashatkada shu programmani. Agar kimdir qiziqtirsa, chiqsanglar muloqotga ular bilan bog'lab, albatta juda qulay programma yaratilgan. Chunki bizning shuncha yillik optus hammasi shu sifrifizatsiya, shu mana shu har bitta sistemadan aytib berdim-ku, birini biriga bog'lab berdi-da. Bu juda qiyin masala edi. Uncha kompaniyalar olmasdi. Bosh og'rig'i sizlardan hali qancha foyda bo'ladi, tam nechta odam zakaz qiladi deb, yo o'z-o'zini o'zbek bolalar yozib berishdi, shu programma zo'r ishlayapti. Rahmat.